Xo'p, o'rtoqlar, bugun demak tez bo'shanishi turlari haqida gaplashamiz. Siz agar bu turlarni bilmasangiz, pullaringizni behuda sarflashingiz mumkin yoki davolanib bo'lgandan so'ng nima tuzalmadim, shuncha vaqtim befoyda ketdi deb turib, shifokor bilan o'rtalarida ozgina konflikt bo'lib qolishi mumkin. Xullas, bugun shu haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, tez bo'shanishi demak 4 ta turi bor. Tug'ma, orttirilgan, o'zgaruvchan va subyektiv turlari. Endi bu ikkita turida davolanish shart emas. Demak, nima uchun davolanish shart emas? Bu haqida hozir podrobniy hammalarga tushuntiraman. Demak, birinchi navbatda sizda ketayotgan bu shikoyatni tez bo'shanishi qaysi turga kirishini aniqlab olishimiz kerak. Tug'ma turida bunday bemorlarda shikoyat jinsiy aloqa. Mana misol uchun siz uylanganingizga 3 yil bo'ldi. Bo'ydoqlik vaqtingizda ham yokida uylanganingizdan keyin 1-2 oy yoki 3 oy, boragani 6 oy ichida aloqa vaqtingiz hali ham tez. 3 yil oldin ham tez edi, hozir ham tez. Ya'ni birinchisi ham tez, birinchi partiya ham, ikkinchi partiya ham tez bo'layotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda tug'ma ketayotgan bo'ladi, tug'ma. Endi bunday bemorlarda davosi ham konservativ, ya'ni ham dori-darmonlar bilan, ham operativ davoni teng qo'llash kerak. Faqat lichinani o'zi bilan yaxshi qolmaysiz. Sizga denervatsiya amaliyotini ham taklif qilish kerak shifokoringiz. Endi orttirilgan turida bemor shikoyati anaqa bo'ladi. Doktor, uylanganimga 5 yil bo'ldi. Menda jinsiy aloqa oldin yaxshi edi. Mana misol uchun shamollatib qo'ydimmi yo gormonlarim buzilib ketdimi, testosteronlarim pasayib ketdimi, shu 2 oydan beri yoki 6 oy yoki 3 oy. Xullas qanchadir vaqtdan beri menda aloqa vaqti tez bo'layapti. Bunga sabab nima ekan deb keldim dedi. Haqiqatda analizlarida nimadirlar ortib ketgan. Misol uchun prostata bezani hajmlari ortib ketgan yoki shamollashlik kuchayib ketgan yoki ayollik gormonlar kuchayib ketgan va hokazo yoki testosteron tushib ketgan haqiqatda. Endi bunday bemorlarga faqat konservativ davo qilsak bo'ldi. Ya'ni biz bunday bemorlarga o'sha kasallikka qo'shimcha sabablarini aniqlab, faqat dori-darmon bilangina tuzatamiz xolos. Operatsiya shart emas demoqchiman. Endi o'zgaruvchan turi ham bor. Bunday bemorlarning jinsiy aloqasida shikoyat anaqa bo'ladi. Doktor, menda jinsiy aloqa gohida yaxshi bo'ladi, gohida tez bo'ladi. Bir yaxshi his qilaman o'zimni, bir tez bo'lib qoladi. Bunga tushunmayman deydi. Katta ehtimol bilan bunday bemorlarning hayotida, demak, kech uxlaydi. Ondan kech uxlaydi. Kundalik hayoti tartibsiz. Asabiy bo'ladi bunday insonlar. Endi qanday yondash kerak? Men boya aytib o'tganimdek, o'zgaruvchan turi, subyektiv turiga dori-darmon bilan davolashdan ko'ra ko'proq ularni psixoemotsional holatini tartibga solib, kayfiyatini yaxshilovchi mashqlarmi yoki qandaydir nevropatolog bilan maslahatlashgan holatda antidepressantlarmi yoki nootrop asab tinchlantiruvchi dorilar, bitta-ikkita dori bilan, bir dona dori bilan ham demak bu lichinani, bu nimani shikoyatni bartaraf qilib qo'ysa bo'ladi. Ba'zi paytda dori ham shart emas. Yaxshigina uxlash, to'yib uxlash ham asab tinchlanishiga sabab bo'ladi. Demak, davolanish shart emas. Lekin biz o'zbekchilikda nima qilish kerak? Bitta kapni sovurish kerak, nimadir ichmasa tuzalmaydi. Shuning uchun jinday motivatsiya berib qo'yamiz. Jinday lichini xohishiga binoan. Endi subyektiv turi juda ham ajoyib tur. Bunday bemorlarda jinsiy aloqani birinchisi, ya'ni birinchi partiyasi doim tez bo'ladi. Любой payt keladi, bitta qiladi, 1 minutga ham qolmasdan bo'shanib qo'yadi. Lekin ikkinchi, uchinchi podxodlari o'zini qoniqtiradi. Misol uchun, birinchi podxodda 1 minut bo'lgan bo'lsa, ikkinchisida 5 minut, 10 minut, 15 minut o'zini qoniqadi, ayoli qoniqadi. Lekin o'zida menda zaiflik bor degan tushuncha bo'ladi. O'rtoqlar, bu turi vashcha sog'lom turi. Nimaga? Bunday bemorlar hayotida nima yetishmayapti? Rejim yetishmayapti. Jinsiy aloqasida rejim buzilgan. Bu nima degani? Misol uchun, bugun aloqa qilsa shu bilan 5 kun dam. Bugun aloqa qilsa shu bilan ketdi komandirovkaga 1 hafta 15 kun dam. Nima qilish kerak bunday bemorlar? Iloji boricha jinsiy aloqasini kun ora yoki hech yo'q, payshanba, yakshanba degan ibora borki bizning xalqimizda. Shuni singari tartibga solishlari kerak. Va bunday bemorlarda ko'pincha tajriba ham yetishmayotgan bo'ladi. Endi tajriba haqida jinday to'xtalib ketaman akalar. To'g'ri, hech kim supermen bo'lib tug'ilmaydi, seks qiroli bo'lib tug'ilmaydi. Hamma hayot davomida nima qiladi? Jinsiy tarbiyasini oshirib boradi. Endi jinsiy aloqada birinchi navbatda muhit yaxshi bo'lishi kerak. Muhit. Sizni ayolingiz, sizni kayfiyatingiz buzadigan voqealarni eslatmasligi kerak, muammolar haqida
gap boshlamaslik kerak. Xo'p, tajriba. Hop, iloji boricha jinsiy aloqani shaxsiy tajribamdan kelib chiqayotganim, jinsiy aloqani tunda emas, tongga, saharga yaqin qilsanglar yaxshi bo'ladi. Sababi, любой erkak kishi ko'chadan fizik charchoq bilan keladi. Bitta uxlab turib, ertalab yaxshi kayfiyatga, tana kuchga to'lganda qilsanglar, aloqa vaqti uzoq bo'ladi. Jinsiy aloqani hech qachon shoshilib kelib, yugurib kelib qilmanglar. Bizning jinsiy olatimiz terisi tashqi muhitga jinday yaqinroq, ayollari jinsiy a'zosi, ya'ni ular qinini ichki muhiti, ichki harorati jinsiy olatimizda terisidagi haroratga qaraganda bir necha gradus yuqori. Ya'ni tiqqaningizda bu ham sezuvchanlikni oshirib yuborishi mumkin. Bundan tashqari jinsiy olatni tarangligi ham katta ahamiyatga ega. Agar sizda qo'shimcha olati tarangligi bilan bog'liq muammolari bo'lsa ham, demak aloqani davomiyligiga ta'sir qiladi. Ya'ni aloqa qilayotgan vaqtingiz to'ppa uxlab qolsa ham, bu ham aloqani muvaffaqiyatsiz yakunlanishiga sabab bo'ladi. Endi tajriba deganda bitta zo'r narsani misol keltiraman. Mana любой erkaklar texnika haydagan, to'g'rimi? Siz demak to'rt ko'cha, chorraha, svetoforli joyga yaqinlashayotganda iloji boricha o'sha yerdan sog' salomat, hech kimga xalaqit qilmasdan, hech kimni urib o'tmasdan o'tishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Xuddi shuni singari aloqa vaqtida ham o'zingizni kontrol qilishingiz kerak. 3 ta signal bo'ladi, asosiy 3 ta signal. Birinchi signal bu любой erkakki miyasiga bo'shanish hissi birinchi keladi, yalt etib yonadi. Va o'sha vaqtda juda ko'p erkaklar harakat tezlashtirib oladi. Bo'ldi, o'zi yetib keldi deb turib. Bunday qilmaslik kerak. Nima qilish kerak? Bo'shanish hissi yalt etib yonganda aloqa qilyapsiz-ku, siz jinsiy olatni qindan chiqarmasdan uni ichkariroqqa sanchgan holatda bo'ldi, to'xtashingiz kerak, qotishingiz kerak. Bunday ham qilib olmasligingiz kerak. Ayolam nima bo'ldi deb harakat qilib olmaslik kerak. Xullas, er-xotin shu yerda qotishinglar kerak. Va nima qilish kerak? Kodni qisamiz. Kodni mahkam qisasizda, ichingizda yuqori tezlikda 30 gacha sanab olasiz. 30 gacha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 xullas va yana kodni qo'yib olasiz. 2 sekunddan keyin yana o'sha narsani qaytarasiz. 1 2 3 4 5 30. 2-3 podxod qilasiz, haligi impuls miyangizdan uzilganini shundoq ham his qilasiz va sekin yana harakatlarni davom ettiraverasiz. Ma'lum bir vaqtdan keyin yana miyangizga bo'shanish hissi kelib qolgandan keyin nima qilamiz? Yana sekin boyagi jinsiy olatni ichkariga sayib, boyagi nimani qaytaramiz. Bundan tashqari akalar, endi bu o'zini o'zi boshqarish. Endi tez bo'shanish davolashda dori-darmonlardan ham tashqari muhim omillar bor. Boya yuqorida aytib o'tdik, uyqu. Agarda sizda uyqungiz 10 dan kech bo'lsa, ovora bo'lib davolanib o'tirmanglar. Chunki 10 dan kech uxlash qonda kortizol degan gormonni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Kortizolni ko'tarilishi serotoninni pasayishiga sabab bo'ladi. Biz bechoralar serotoninni ko'tarish bilan, uni miyangizda ko'proq saqlanish bilan ovora bo'lib yotsak-ku, lekin siz kortizolni pasaytirib bermasangiz, licheni olish davrida o'zingizni yaxshi his qilib, davolanib bo'lgandan so'ng yana o'sha holatga qaytib qolasiz. Shuning uchun iltimos qilamiz va mana talabim, qabulimga kelayotgan bemorlarga talab qilaman. Uyquni tartibga sola olasizmi? Ha, sola olasiz yoki men bu bergan mashqlarimni qila olasizmi? Ha, qila olmayman desa, ana o'shanda biz nima qilamiz? Bemorlar bilan kelishib, bunga yechim qilamiz. Demak, uyquni kelishdik. Bizning talablarimiz bu. Birinchi talab demak uyquni tartibga solish. Ya'ni 9:30 gacha siz uyquga yotishingiz kerak. Ikkinchisi jismoniy mehnat. Biz kichik chanoq bo'shlig'i, chot sohasidagi muskullarni chiniqtirmasak, akalar aloqa vaqti uzaymaydi. Chunki kelayotgan aloqa vaqtida sperman kelayotganini his qilasiz-ku, to'g'rimi? O'sha spermani bosimiga sizni chotingiz orasidagi muskullar agar chidamasdan paqqatib qo'yib yuborsa, u sizning miyangizdan yoki bizning lichenamizni kuchini pastligidan bo'lmaydi. Chot Alloh bergan bu a'zoni chiniqtirib turishingiz kerak. Bu muskullar qanchalik baquvvat bo'lsa, aloqa vaqtida siz o'zingizni bemalol boshqarasiz. Bundan tashqari lichena haqida gaplashdik. Lichenaning turlari bor. Lichenaning 3 xil turi bor. Birinchisi, sekin-sekin hozir bu yo'q o'chirib bo'lmaydi, vaqtimiz tig'iz, og'ziga tushuntirib ketaman. 3 xil lichena bor akalar. Birinchi lichena bu simptomatik davo. Misol uchun sizda tez bo'shanish bor. Xohish kamayapti, olat taranligi past. Buni bir dona dori bilan bartaraf qilib qo'ysa bo'ladi. Qanaqa dori? Siklon DX tarkibida tadinafil va dapaksitin saqlaydi. Ham aloqa vaqtini uzaytiradi, ham jinsiy olatni tarangligini, xohishingizni kuchaytirib beradi. Bitta ichasiz, aloqa vaqtingiz bam, cho'tki bo'ladi. Lekin faqat bir martaga. Ya'ni o'sha dorini ichasiz, u dori o'zining ta'sirini ketkazib bo'lgandan so'ng
yana oldingi holatga 2 barobar qaytasiz. Bunday davolash turi simptomatik davo deydi. Hozir ko'p marketologlar, ko'p haligi asallarni targ'ib qiluvchi tadbirkorlar shu davolash usulidan foydalanyapti, lekin bu doimiyga emas. Maslahat beraman, har xil reklamalar chiqib qoladi-ku. Mana bu bitta dorini ichasangiz, aloqa vaqti uzoq bo'ladi. 1 soat qilasiz, 2 soat qilasiz. To'g'ri, shunaqa qiladi, lekin o'sha dorini qabul qilgan vaqtingizda u dorini qabul qilmasangiz, yana oldingi holatingizga qaytasiz. Demak, bu 100% davolash turiga kirmaydi. Demak, birinchisi simptomatik davo bo'ldi. Ikkinchisi bu etiologik davo. Любой aqlli inson tez bo'shanish, taranglik pasayishi, xohishi pasayishi bilan kelgandan keyin "Mana ichib qo'ying, yaxshi qolasiz" deb bitta dorini yozib bersa, doktor qiziqchimisiz? Men buni sababini bilmoqchiman. Sababi nima? Nima bo'lyapti menda deb turib sababini qidirayotgan bo'lsangiz, bunga etiologik davo qilish kerak. Ya'ni kasallik sabablari, gormonlar pasayib ketganmi? Organizmda makro mikroelementlar, vitaminlar yetishmayaptimi yoki qalqon suv bez, prostata, moyaklarda o'zgarishlar ketyaptimi? Bularni hammasini aniqlash bu etiologik davo bo'ladi. Endi shular ichida nima shamollash ham sabab bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan bizni miyamizga o'rnab qo'ygan narsa shamollatib qo'yman deydi. Haqiqatan ham shunaqa. Endi shamollash hamchi nimadir keltirib chiqarish kerak, to'g'rimi? Patogenlar, bu bakteriya bo'lishi mumkin, zamburo bo'lishi mumkin, viruslar bo'lishi mumkin. Shu narsalarni aniqlab, ularga qanaqa dori ta'sir qilishini bilib turib lechana qilish bu patogenetik davo bo'ladi. Endi mana o'zimni shaxsiy taktikam xuddi shu 3 ta narsani bitta qilish. Yani ham simptomatik, ham etiologik, ham patogenetik yondashuv qilib turib bemorlarga jinsiy zaiflik bo'yicha 2,5 oy lechana qilamiz. Davolashi 14 kunligi o'sha tanasidagi barcha shamollashlarga minimal 14 kun ketadi. Ba'zilarga 28 kun, ba'zilarga 6 hafta ham ketishi mumkin shamollashi turiga qarab. Endi 2 oy esa o'sha biz stimulyatsiya qilamiz. Organizmdagi barcha muammolar hal qilingandan keyin demak o'sha jinsiy aloqani rag'batlantiruvchi, davolovchi dorilarni taklif qilamiz. O'ylamanglar, jinsiy aloqa vaqtini uzaytiruvchi 2 xil tabletka bor asosan. Men yaxshi ko'radigan, eng yaxshi ko'radiganlar. Va ularni 2 xil maqsadda foydalansa bo'ladi. Oldin ham bitta video olib chiqarganman. Dapaksitin aloqa vaqtini uzaytiradi. Reksitin ham aloqa vaqtini uzaytiradi. Dapaksitin faqat ichgan vaqtingizda boyaga simptomatik davoni beradi. Ichasiz, aloqangiz zo'r bo'ladi. To'xtatasiz, aloqangiz yana o'shanaqa bo'lib qoladi, oldingidaqa bo'lib qoladi. Reksitin esa bu har kuni sxema bilan ishlaydigan dori. Davolovchi kuchga ega bo'lganligi uchun biz uni bemorga har kuni ichish taklif qilamiz. 1 hafta 10 kunga emas, oylab lechana qilinadi. 2 oylab, 3 oylab uni bemor uyiga yozib beriladi. Agarda sizda tez bo'shanish bilan bog'liq muammolar bo'lsa, akalar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga o'sha simptomatik, etiologik, patogenik davoni hammasini bitta qilib, maslahatlashib, mana bu yerda yuragingiz jiz etsa, keyin siz bilan nima qilamiz? Lechanani davom ettiramiz. Endi mana bu yerda yana bitta zo'r ajoyib narsa bor, tushuntirib qo'yishim kerak. Denervatsiya amaliyoti, o'sha jinsiy olatni sezuvchanligi oshib ketganda qilinadigan operativ davo hisoblanadi. Bu operativ davo 4 ta turiga ham tushaveradi. Lekin men shaxsan o'zimni praktikamda o'zimni kasallarimga qachon qilaman? Qachonki ularda tez bo'shanishi tug'ma turi bo'lsa, o'shanda operativ davoni taklif qilaman. Bu meni shaxsiy taktikam. Ushbu ma'lumotlar akalar Yevropa urologlar assotsiatsiyasi tomonidan berilgan kitoblarda, aytda turibdi, Guidelines 2024. Anvar ko'rsatyapsizmi? Bu yerda kitoblardan olingan mana narsalar. Mana ekan. Bu birinchi tomi, ikkinchi tomi uyda deydi-yu. Qarang. Endi meni shaxsiy praktikamda, misol uchun 10 ta kasal ko'rsam deylik, shuni 8 ta, 9 tasi haqiqatda tuzalib ketyapti. Nimadan? Tez bo'shanishda va bitta ikkitasi kelyapti-da, bu ma'lumotni bilgunimcha kelyapti-da, men tez bo'shanish bo'yicha sizda 2,5-3 oy lechena oldim, tuzalmadim yoki 2,5-3 oy lechena oldim, o'sha lechenani olish davomida o'zimni yaxshi his qildimda, dorilar ta'siri ketgandan keyin yana haligi holatga qaytib qoldim deb boshim og'rishni boshladi. Bu haqiqatda to'g'ri-da. Endi любой odam shuncha vaqt pul sarflaydi, shuncha analiz topshiradi, shuncha dorilarni qabul qiladi. Endi natija bo'lmagandan keyin og'rinadi. Buni to'g'ri tushunaman.
mana xatoyim, bizni xatoyimiz mana shu narsani bemorlarga tushuntirmaganimiz bo'lib qoldi. Mana bu narsa mana misol uchun yaqinda Kazanga borib malaka oshirib keldik va mana bu yerda yaqinda O'rta Osiyo urologlari, androloglari Toshkentda yig'ildi. Ana o'shanda shu narsani taklif bildirib, bemorlarga tushuntirib ketishlik haqida ma'lumot berishdi va shu narsani men tatbiq qilishni boshladim. Nimaga mana 10 tadan 10 ta bemorim tuzalmayotganiga javob topdim. Chunki qabulimga kelayotgan bemorlar orasida tug'ma tez bo'shanishga moyil insonlar ham, bemorlar ham bor ekan. Shular bilan kelishyapmiz. Agar siz tug'mamaki, ha tug'ma. Sizga davo ham konservativ ham operativ ekan. Men sizga jon deb turib, men bu konservativni qilib beraman. Lekin lecheniyadan olib kelgandan keyin takrorlanib qolar ekan. Men bu turlarga siz kirmayapsiz. Men bu savolni beraman. Oldin yaxshimidi? Yo'q. Hozirchi, hozir ham tez. Gohida yaxshi, gohida tezmi? Yo'q. Doim tez. Birinchisi norma, birinchisi tez, ikkinchi, uchinchilar normami? Yo'q. Menda postoyanno tez degan bemorlarga operativ konservativ usul taklif qilinadi. Akalar, biz xudo xolasa tez bo'shanish bo'yicha Alloh shifosini berib turibdi. 100% lecheniyani negizini topib oldik. Bemorlarimiz tuzalyapti. Agarda sizda ham ushbu hozir onlayn konsultatsiya orqali yuragingizda nimadir narsa jiz etib, davolanishga umid uyg'ongan bo'lsa, qabulimizga kelaverasizlar. Davolanish demak 2,5 oy vaqtingizni oladi. Analizlar любой joyda topshirsanglar ham o'sha 2,5 million atrofida, ya'ni 200 dollar atrofida ketib qolishi mumkin analizlarga. Dori-darmonlarga qancha ketadi bilmayman. Har bitta bosqichga 1,5 million atrofida dorilar ketsa kerak. Любой aptekadan olaverasizlar. Endi shifokor xizmati, bizda shifokor qabuli va qilinadigan har bitta bosqich lecheniya 200 ming so'mdan qilinadi. Shifokor qabuli, ya'ni har 7 kunda yangilanadi. Yuqoridagi shikoyatingizni, misol uchun sizda tez bo'shanish yoki taranglik yoki xohish kamayishi, shu uchoviga lecheniya 2,5 oy meni vaqtim bo'lsa, mana 2,5 oylik xizmat haqim umumiy 600 ming so'm bo'ladi. Agarda yurakda nimadir jiz degan bo'lsa, marhamat qabulimizga kelishinglar mumkin. Salomat bo'linglar.